Men hozir bu gapim bilan erkaklarni ko'tini ko'tarmoqchi emasman. Relislarni ko'rib chiqsam, ko'p ayollar erkaklardan kuygan. Normalniy erkak kishi yo'q. Hammasi unaqa, hammasi bunaqa yo'q. Normalniy, Allohdan qo'rqadigan, gapiga javob bera oladigan erkaklar ham juda ham ko'p. Men bularni guvohi ham bo'lganman. Juda ham yaxshi erkaklar, haqiqatan mehr ko'rsatadigan, haqiqatan nima edi, yordam beradigan, haqiqatan labzut turadigan, haqiqatan Allohdan qo'rqadigan erkaklar juda ham ko'p. Faqatgina sizlar atrofingizga qaramaysizlar-da, atrofidagi insonlarga shans bermaysizlar. O'ylaysizlarki, o'sha erkakni yaxshi ko'raman, undan boshqasi hayolimga, hayotimga sig'maydi deb o'ylaysizlar. Shunchaki u insonni qo'yib yuboringlar, Allohga tavakkul qilib u insonni qo'yib yuboringlar, qo'pol qilib aytganda, u chummoni qo'yib yuboringlar. Ketsin, joyini bo'shatib qo'ysin. U joyga noloyiq. Sizlar oldinglardagi atrofinglardagi insonlarga qaranglar. Boshqasini yaxshi ko'ra olmayman, boshqasini seva olmayman deb o'ylaysizlar. Shunaqa insonlar borki, shunaqa mehr beradi, shunaqa hurmat ko'rsatadi, shunaqa berib qo'yadi, boshqa taraflama ham shunaqa berib qo'yadi. O'zingizlar qanaqa yaxshi ko'rib qolganinglarni bilmay qolasizlar. Yaxshi insonlar, yaxshi erkaklar juda ham ko'p. Bitta erkak yomon degani, ikkita erkak yomon degani bu erkaklar yomon, unaqa erkaklar yo'q degani emas. Erkak bo'lib tug'ilib, erkak bo'lib yashash boshqa. Erkak bo'lib tug'ilib, ayol kabi yashash boshqa. Tak что hurmatinglarni bilinglar asalchalarim. Yana nima demoqchi edim? Qisqa qilib aytganda 5 qo'l barobar emas. Yomon ayollar kasriga hamma ayollar yomon emas. Yomon erkaklar kasriga hamma erkaklar yomon emas. Asalchalarim, ular shunchaki hayotimizdagi shunchaki tajriba, ulardan nimadir olishimiz kerak bo'lgan va hayotimizdan chiqib ketish kerak bo'lgan. Uni to'g'ri qabul qilishni o'rganamiz. Alloh bizga nimaga shuncha ne'matlarni bergan? U ne'matlardan bahramand bo'linglar. 8 muchalimizni sog'lom qilib, rizq nasibamizni keng, barakali qilib berib qo'yibdi, alhamdulillah. Moddiy taraflama qiynalib qolaman, u siz deb o'ylaysizlar. Unaqa emas. Rizq nasibingiz hali bu dunyodan uzilmagan ekan. Alloh sizga g'oyibidan cheksiz rizq nasiba yetkazib turadi. Hech kimga rizq nasibasini bog'lab qo'ymagan. Alloh kimnidir orqali berishi mumkin, lekin rizq nasibingiz o'zingiz bilan bo'ladi, asalchalarim.